Otalar aytadi, bir insonning o'g'il va qiz farzandi bo'lsa-yu, ulardan faqat bittasini o'qitishga qurbi yetsa, qiz farzandini o'qitishi kerak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan qizlarning ilm olishi to'g'risida suhbat olib boramiz. Bugun siz bilan Azon School'ning ustozlari hamda o'quvchi qizlari bo'lishadi. Marhamat, ustoz, kuzatuvchilarga o'zingizni tanishtirsangiz. Men Azon School maktabida bir necha yillardan beri ona tili va adabiyot fanidan o'quvchilarga bilim berib kelaman, ya'ni ustozman. Rahmat. Marhamat qizlar, Assalomu tanishtiramiz. alaykum hammaga. Men Azon School'da 2 yildan beri ta'lim olib kelaman. Ismim Ominaxon. Assalomu alaykum, men Ravshanbekova Azizaxonman. Azon School'da bitirib ketganman. Hozirda tibbiyot litseyida o'qiyman. Rahmat. Ustoz, sizga savol bilan murojaat qilaman. Demak, bugungi jamiyatimizda qizlarning ilm olishi qanchalik muhim? Bu narsaga men hozir umumiy qilib o'zimni shaxsiy shu bir necha yillik tajribamdan kelib chiqqan holda hamda ikkita qiz farzandning onasi sifatida o'z fikrlarimni aytib o'tmoqchiman. Men o'quvchilarni, qizlarni, ayniqsa qizlarimizni ilm olishlari hayotda juda ham katta ahamiyatga ega deb bilaman. Nimaga deganda, qizlarimiz ota-ona bilan masalan bir vaqt oralig'ida balog'atga yetib, to bir turmush qurib, uzatilib ketguncha birga borishadi. Ya'ni ota-ona ularga puli qolmasa yoki bo'lmasam biror ehtiyoji bo'lsa, ana o'shanda har doim yordam berib keladi. Endi qiz bola palaxmon toshi, boshqa bir oilaga kelin bo'lib ketdi. Ilohim barcha qizlarimiz baxtli bo'lishsin. Ularni har doim biza ularga baxt tilagan holda o'zidan tinib, tinchib, shu turmush o'rtog'i bilan baxtli yashab ketsin deb turmushga beramiz. Lekin qizlarimizda har xil vaziyat bo'ladi. Masalan, kelin bo'lib borgan xonadonda vaziyat ishlashga taqozo etishi mumkin. Yoki bo'lmasam masalan ishlagan taqdirda ham u kasblar ham har xil bo'ladi. Ba'zi kasblar bo'ladiki, u kasblarda ishlash shu kelin bo'lib borgan xonadonida ruxsat beriladigan kasblar bor, ruxsat berilmaydigan kasblar bor. Yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i yo o'sha oilada bir qiyinchiliklar bo'lib ishlashga hayot majbur qiladigan vaziyatlar bo'ladi. Yo xudo ko'rsatmasin, masalan o'sha qiz turmushidan ajralishi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'idan ajralib qoladigan vaziyatlarda agar o'qigan, tayyor, qo'lida diplomi yoki qo'lida hunari bor bo'lgan qiz tushkunlikka kamroq tushadi. Ya'ni bu vaziyatdan tezroq chiqib ketadi. O'zini o'zi boshqara oladi, farzandlarini boshqara oladi. Hayotda o'z o'rnini tezroq topadi. Chunki qo'lida tayyor buni qattiq ushlab turgan va hayotda davom etishga undagan ilmi bor. Agar o'sha qiz har taraflama yetarli, ishlashga umuman ehtiyoji yo'q, o'zi ham xohlamasdan uy bekasi bo'lib farzand tarbiyasi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unda ham baribir oliy ma'lumotli yoki o'qigan qiz bilan shu o'qimagan yo yetarlicha bilim olmagan qizni farzandlari tarbiyasida juda katta farq bor. Chunki o'qigan qiz o'z-o'zidan o'zidagi bor bilimni farzandlariga beradi. Ya'ni maktabga chiqqanda maktabda darslarni birga tayyorlatadi. Ingliz tilidan kerak bo'lsa, rus tilidan kerak bo'lsa yoki bo'lmasa matematika, yildan yilga sinfdan sinfga borib murakkablashib borgan fanlarni ham bemalol o'zini farzandlari bilan birgalikda qilib shularga bilim bera oladi. Ya'ni dars tayyorlashda ham yordam bera oladi har taraflama. Men o'shaning uchun qizlarni o'qishi tarafdoriman. Rahmat. Aziza, bugungi kunda qizlarning o'qishiga qanchalik ahamiyat berilyapti? O'zi qizlarning o'qishi nega kerak?
Xo'p, bir hayotiy voqeat beraman. Ya'ni bir inson menga aytgan ediki, tibbiyotda o'qish, ya'ni ayol kishi o'zi o'qish nega kerak, ayol kishi uyda o'tirish kerak degan edi. O'shanda bir gap aytgan edim. Ya'ni siz ayolingizni yoki qiz farzandingizni erkak doktorga olib borib ko'rsatasizmi deganimda, ular yo'q javobni berishgan. Va o'shanda aytganmanki, o'shaning uchun ayollarni o'qitish kerak deb aytgan edim. Va undan tashqari oilasini va farzandini tushuna olish uchun ayol kishi o'qish kerak. Yaxshi. Amina, fikrlaringiz? Hasan al-Bannoni quyidagicha bitta gaplari menga juda ham katta ta'sir qilgan. Bu ummatning yarmi ayoldir, qolgan yarmini ham ayol yetishtiradi. Bu hikmatli gapni ma'nosini tushungan odam uchun bu juda ham katta bir hayotiy hayot mana shu hikmat ortida yotadi deb o'ylayman. Chunki qiz farzand ta'lim olmas ekan, farzandlari ham bilimli bo'la olmaydi va ilmga muhabbat qo'ya olmaydi deb o'ylayman. Chunki bilamizki, ota ishda bo'ladi va farzandlar bilan ona mashg'ul bo'ladi tarbiyasi bilan. Va farzand etilganiga emas va balki unga ko'rsatilganiga ko'proq taqlid qiladi. Ya'ni ona kitob o'qisa, unga kitobga bo'lgan farzandda kitobga bo'lgan ishtiyoq uyg'onadi. Agar ona ilmdan uzoq bo'lsa, farzand ham ilmdan uzoqlashib ketadi. Sizning oilangizda sizning ilmli bo'lishingiz uchun qanday imkoniyatlar bor? Bizning oilada biz 4 ta farzandmiz, 4 ta qizmiz. Ukam ham bor. Lekin ajonim bizani hech qachon qiz yoki o'g'il deb ajratmaganlar. Qiz farzandlari uchun har qanaqa sharoitni yaratib berganlar va yaratib beryaptilar. O shunchalik yaratib berayotgan bo'lsa sharoit. Qizlar, aytyapsiz, sharoit yaratib berishyapti bizga ota-onamiz. Muammoyingiz nimada? Umuman bugungi qizlarning muammosi nimada? Sharoit yetarli ekan. Qizlar, ya'ni o'zi xohlagan kasbda o'qiy olmayotganligi. Masalan, tibbiyotda men o'zim tibbiyotda o'qiyman va o'zimni o'rtoqlarim, dugonalarimdan so'raganimda, ular tibbiyotda o'qimasligiga ota-onasi qarshi bo'lgan. Ya'ni sababini so'raganimda, ular aytishganki, birinchi sababi qiz bola hayosiz bo'lib qolib ketadi deb aytishgan. Ikkinchi sababi uy ishlari qolib ketadi. Ya'ni faqat dardi xayoli o'qish bo'lib qoladi deb aytishgan. Farzandga ota-ona to'g'ri tarbiya bersa, chiroyli tarbiya bersa, farzand hech qaysini qoldirib ketmaydi. Hammasini o'z vaqtida chiroyli qilib bajarib ketadi. Demak, u o'qishga berilib ketishning hech qanday qo'rqinchli tomoni yo'q. Ya'ni uy ishlaridan qolib o'qishga berilib ketishini bir xavfli tomoni yo'q demoqchisiz. Yaxshi. Amina, yana qanday muammolar bor? Qizlarning hozirgi kunda qizlar orasida kuzatilayotgan eng katta bir muammolardan bittasi, ba'zi qizlarda sharoit bor-u, xohish yo'qligi va ba'zi bir kam ta'minlangan, ya'ni yuqori darajadagi ilm olishga mablag'i yo'q oilalarda, oilalarning farzandlarida xohish borligi, lekin imkoniyati yo'qligi. Sabab nimada? O'qishni xohlayotganlar ilmsizlik qanaqa darajadagi olib borishini va ilmsizlik ortidan qanaqa muammolarga duch kelishini bilishadi-da. Lekin sharoiti bor, hamma narsa atrofda hamma narsa muhayyo bo'lgan farzandlar uni qadriga yetishmasligi mumkin yoki atrofga o'zligidan pastdagi odamlarga ahamiyat bermagan bo'lishligi mumkin. Ya'ni ularning vaziyatini tushunmagan bo'lishligi mumkin. Amina aytayapti, onaning asosiy vaqti bola bilan o'tadi, ota esa ishda bo'ladi, deyapti va bola asosiy fikrlarini, hissiyotlarini, kerak bo'lsa sirlarini ona bilan bo'lishadi. Xo'sh, qanday muvaffaqiyatli insonlarni bilasiz, buning ortida onasi turgan? Xo'p, Imom Buxoriyning onalari farzandlari uchun boshqa shaharga ko'chib borganlar. Ya'ni farzandlari ilmli bo'lish uchun, ilm olishlari uchun boshqa shaharga ko'chib borganlar va har doim farzandlari uchun duoda bo'lganlar. Yaxshi. Shu o'rinda yaqinda Imom Shofiyning hayotlari haqida o'qiyotganimda bir hikoyani o'qib qoldim. Ilm olishga Imom Shofiyning mablag'lari bo'lmagan ekan va kechqurun tunda ham uxlayotgan bir paytda Imom Shofiyni onalari uyg'otar ekanlar va hukumat binosiga borib, keraksiz deb tashlab yuborilgan qog'ozlardan bo'sh joyi bor hujjatlarni yig'ib olishar ekan va o'shani bo'sh joylariga darslarni yozar ekanlar. Bu yerda biz farzandi ilm olish uchun taslim bo'lmayotgan bir ona timsolini ko'rishimiz mumkin. Matonatli ona. Ajoyib. Ustozimizga yuzlansak, ustoz
qizlarga telefon berish masalasi haligacha bahsli bo'lib turibdi. Siz qanday fikrdasiz? Qizlarga telefon berish kerakmi? Endi hozirgi zamonda telefonni butunlay taqiqlab bo'lmaydi. Nega deganda ular telefondan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan ham juda ko'p ma'lumotlar olishadi va telefonni to'g'ri foydalanib, telefonni to'g'ri qo'llay bilishi yoshlikdan baribir o'rganishlari kerak. Biza xohlasak, xohlamasak yildan yilga ko'p narsalar, masalan, hattoki badiiy kitoblar ham elektron tarzda berilyapti. Ko'p narsani qidirishdan ko'ra internetga qarab o'rganish oson. O'shaning uchun taqiqlash u to'g'rida bilmayman. Lekin o'z o'rnida va o'zimiz o'rnak bo'lgan holda. Masalan, ota-ona o'zi o'rnak bo'lishi kerak. Qanaqa qilib? Bunda masalan men farzandimga biror bir saytga kirish yoki biror bir narsani ko'rish, bularni taqiqlasamda, o'zim shu narsadan foydalansam, farzandimni ko'z oldida, farzandda bunaqa paytda ishonchsizlik yoki bo'lmasam so'z qadri qolmaydi. Nega deganda men o'zim etib turib, o'zim shu ishga amal qilmayapman. Demak, bu narsa onani oddiy har doimgi bir urushlardan navbatdagisi deb hisoblaydi u farzand va bu narsani jiddiy qabul qilmaydi. To'g'ri yondasha bilish kerak farzand bilan. Masalan, YouTube'dan foydalanyapsan, yaxshi, mayli YouTube'da masalan sen ko'rayotgan narsangdan boshqacha foydaliroq mavzular ham bor. Mana shu mavzuni kelib birgalikda ko'ramiz, muhokama qilamiz. Yoki bo'lmasam ko'rilayotgan masalan multfilmlar. Mana shu multfilm biza yoshligimizda masalan Sholg'om ertagini multfilmini ko'rganmiz. Hozir men endi navaralarimga mana shuni aytib beraman-da, shu narsada qanchalik bir to'g'ri bo'lgan ekan deyman. Bu yerda hozir farzandni, bolani eslab qolish qobiliyati, miyani ishlatishiga ham juda tarbiyaviy ahamiyati bor ekan shu kichkinagina multfilmmi. Chunki hozir mana Sholg'omni tortolmagan chol kampir chaqiradi. Kampir navarani, navara buvini. Buni har safar shu 2 yashar, 3 yashar bola ketma-ketlikda sanab berish kerak. Xotira o'yini. Xotira o'yini bo'lyapti deb aytdi. Adashmasdan shuni o'ylab turadi. Chichqondan keyin mushudan keyin kuchukdan keyin navara, shunaqa qilib ketma-ketlik ketyapti hozir bu yerda yoki bo'g'irsoq ertaga. Mana shunaqa ertaklarni bolaga masalan o'rgatib, shuni birga ko'rib, tavsiya qilib yoki o'sha obrazlarga ham kirib turib, kattaroq bo'lganda shu mavzularni masalan farzandni, bolani o'zini yoshiga mos biror bir mavzuda ota-ona o'rtoqdek yondashib, baravar hamfikr bo'lishi. Mana shu narsada men telefonni taqiqlamagan, to'g'ri foydalangan yaxshi deb bilaman. Dilorom opam, hozir o'rnaydiganingizga bitta hayotiy voqea aytib ketmoqchi edim. Ya'ni onamga bir sovg'a berganimda, onam menga aytdilarki, "Qizim, men senga tarbiya berish o'rniga sen menga tarbiya berding" dedilar. Va o'shanda men onamga qarab turib, "Ona, aslida siz tarbiya berdingiz. Ya'ni men sizga bergan tarbiyangizni men sizga ko'rsatib berdim" deganimda, onam hayron qoldilar. Ya'ni onam o'zlarining onalariga va otamning onalariga muomala qilganlarida ulardan xulosa olib, men onamga xuddi shu muomalani chiroyli qilib ko'rsatib bergan edim. Va undan tashqari telefonga keladigan bo'lsak, telefon berishdan oldin farzandga nima maqsadda telefon berayotganligini tushuntirish kerak. Ya'ni farzandga senga shu telefon berilyapti, ilm olishing uchun berilyapti yoki boshqa maqsadda farzandga tushuntirilib berilsa, farzand ham uni to'g'ri yo'lda foydalanadi. Albatta. Omina, agar shu yerda sizni ota-onangiz nazorat qilishsa, nima o'tadi ichingizdan? Siz qanday qabul qilasiz nazorat qilishlarini, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishingizni? Har doim har xil qabul qilaman. Chunki ba'zan jahl qilib olishadi. To'g'ri, ularni bergan vazifalikni qilmaganim uchun olib qo'yishadi. Bunaqa payt xafa bo'laman. Chunki darslarim qotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yoki keyinroq qilaman deb olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ba'zan to'g'ri qabul qilaman, lekin har doim. Chunki telefonni olib qo'yishganligidan keyin o'ylayman, nimaga olib qo'yishganligini. Chunki telefonni olib qo'yishganligidan keyin menda vaqt bo'ladi o'zim bilan o'zim yolg'iz qolishimga. Hech kimsiz, o'rtoqlarimsiz. O'sha paytda o'ylayman, nega olib qo'yishdi? Men nima xato qildim? Ya'ni tahlil qilib ko'rishga vaqtim bo'ladi.
va buni normal deb qabul qilaman, lekin shu paytda ba'zi bir ota-onalar buni o'tkazib yuborishadi, haddan ziyod. O'zi zamonaviy ota-ona qanday nazorat qilish kerak? Masalan, farzandi yashirib internetning yashirin nuqtalaridan foydalanmasligi, sirli nuqtalardan foydalanmasligi uchun ota-ona qanday yo'l tutish kerak? Ota-ona avvalambor foydalanmasligi kerak bo'lgan ilovalarni nega foydalanmasligi kerakligi haqida tushuntirish kerak deb o'ylayman. Va ota-ona ilmi bo'lishi kerak bu haqida. Bu ya'ni bu yerda ham ota-onaning ilmli bo'lishi juda ham muhim, chunki unga yetkazib bera olishi kerak. Nega o'sha ilovalar unga kerak emasligini va foydasizligini. U ilovalar haqida bilmaydigan ota-onalar bor bizda. Bu yerda ham shu ota-onaning ilmli bo'lishi, zamonaviy bo'lishi va zamonga moslashgan holda ilm olishi juda ham muhim. O'zi ijtimoiy tarmoqlardan nima maqsadda foydalanasiz? Asosan. Ijtimoiy tarmoqlar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olasizmi? Ha, yashay olaman. Buni qilib ko'rganman ham. To'g'ri, yengilliklardan bexabar bo'lasiz. Agar ijtimoiy tarmoqlarda yashasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan uzilib qolishingiz mumkin, chunki hozir 21-asrda yashayapmiz va atrofimiz to'la yengilliklar. Shundan uzilib qolasiz, bo'ldi va o'rtoqlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan muloqot cheklanadi ozgina. Yaxshi. Aziza, bugun biz cheklay olmaymiz. Hozir axborot asri bo'lib qoldi. Biz buni cheklay olmaymiz. Siz bugungi kunda ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri maqsadda foydalana olyapsizmi? Xo'p, bunga keladigan foydalanish kerakmi o'zi? Albatta, agar ota-ona farzandiga tushuntirib berilgan bo'lsa, farzand ham undan to'g'ri foydalanadi va undan tashqari o'zimga keladigan bo'lsa, ma'lumot olish uchun masalan, ilm olish uchun hozirgi dars o'zida oladigan ma'lumotingiz yetarli bo'lyaptimi bugun? Yo'q, hozir xuddi Omina aytganlaridek 21-asrda yashayapmiz. Yana qo'shimcha vazifalar olish mumkin ustozdan va ustoz uni onlayn tarzda ishlab berishi mumkin-da. Va undan tashqari yana hozirda 21-asrda уже onlayn darslar juda ham ko'p hozir. Rus tili, boshqa fanlardan yoki undan tashqari juda ko'p onlayn darslar bor. Unga yozilib o'rganish mumkin. Yoki xuddi shu aytganimdek ustozdan yana qo'shimcha ma'lumot olib yoki internetdan, ya'ni YouTubedan, Instagramdan to'g'ri foydalanib, ulardan ma'lumot olish mumkin. Ya'ni qaysidir ustoz o'zini blog ochib, ya'ni blog ochgandan keyin o'sha fanlar haqida yoki o'sha til haqida bo'lsa, ma'lumot berib kelishi mumkin va o'sha ma'lumot berganni siz o'zingizga foydali qilib olishingiz mumkin. Qizlarga savol. Bugun qizlar kimlarga havas qilishadi? Ada Lovelace, ya'ni 1815-yilda tug'ilgan bo'lib, u dasturlashni o'rgangan. Ayollar ichida birinchi bo'lib kompyuter dasturlashni o'rgangan olim ayol bo'ladilar. Mariya Kuri bilan uni qizi Irene Joliot Kuri juda ham ko'p ayollar orasida juda ham katta yutuqlarga erishgan ayol hisoblanadi. Butun dunyo buni tan olishadi. Mariya Kuri fizika va kimyo sohasida juda ham katta yutuqlarga erishgan va hayoti davomida 2 marta Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ayol va qizi 1 marta Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Keling, Omina yana bitta misol qo'shib ketaman men. Yer yuzidagi eng pok suvni ichgan, Zamzam suvini ichgan ayol Hojar onamizdir. Keling Aziza, shu o'rinda biz ham ustozlarga ozgina savol berib ko'rsak. Mayli. Ustoz, qarang, sizga savol beramiz. Tizimli ilm olgan va ilm olmagan ayol qizlarni hozirgi jamiyatda qanaqa o'rni? Tizimli ilm olayotgan qiz ertaga farzandli bo'lganda, oilali bo'lganda, farzandli bo'lganda ham ilm olishni davom ettira oladi. Ya'ni yangidan yo'lga qo'yishdan ko'ra davom ettirish qulayroq. Uning o'z qadriyatlari, intizomi bo'ladi va atrofidagi shaxslar uni shu intizomi, qadriyati bilan birga qabul qilishadi. Ya'ni u har kuni 2 soat ilm olishga vaqt ajratib kelayotgandi, oilali bo'lgandan keyin ham shu qadriyatini qo'ya oladi. Ya'ni har kuni 2 soatdan ilm olaman degan qadriyatni va buni tabiiy qabul qilishadi ko'pincha. Bundan tashqari ilmli qizlarni hurmat qilishadi. Oilada ayol hurmat qilinsa, bu oila namunali oila bo'ladi. Bundan tashqari jasoratli ayol jasoratli farzandni tarbiyalaydi. Qo'rqoq ayol botir farzandni tarbiyalash mumkin emas. Ayolga ilm jasorat beradi. Shu o'rinda yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman ustoz sizga.
ilm olishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Ilm olishda avvalambor ustozni to'g'ri tanlash kerak birinchi bo'lib. Ya'ni siz qaysi yo'nalishda chuqur ilm olmoqchisiz, qaysi ustoz shu jihatdan sizga yetarli har taraflama va sizni vaqtingizga qarab turib yoki o'zidan kechib bo'lsa ham sizga bilim bera oladigan ustozni tanlay bilish kerak hamda vaqtdan unumli foydalanish kerak. Chunki vaqt ham juda muhim o'ringa ega. Agar siz ozgina bilim olib, bu bilimni tashlab qo'yib, keyin yana boshqatdan boshlab, bunaqa qilinsa yetarli natijaga erishib bo'lmaydi. Eng asosiy ilm olishda sizning dushmaningiz bu dangasalikdir. Dangasalik qilmasdan hamma narsani o'z vaqtida, vazifalarni to'liq qilib, ozgina uyqudan kechib bo'lsa ham, ozgina shu atrofdagi jamiyatdagi boshqa sizni o'rtoqlaringiz borayotgan yoki bo'lmasam boshqa o'rtoqlaringiz shug'ullanayotgan darsdan tashqari bo'lgan sayohatlar yoki bo'lmasam bir mashg'ulotlardan kechib bo'lsa ham ilm olinsa buni natijasi a'lo bo'ladi. Ustoz, sizga savolim bor. Ustoz bilan ilm olgan yaxshimi yoki o'zi mustaqil uyda o'tirib mukammal tarzda ilm olgan afzalroqmi? Ustozsiz odamning ustozi shayton. Shu javobim. Ayza, sizning fikringiz? Ustoz bilan bo'lgani yaxshi. Ya'ni baribir ilm olayotganda savollar tug'ilishi mumkin. Savollar tug'ilganda o'shanda siz ustozga murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni ustozga nisbatan ustoz mana shunaqa savol bor ekan, tushuntirib bera olasizmi desangiz, baribir ustoz sizga tushuntirib berishga harakat qiladi. Omina, qarang, jamiyatda shunaqa savol bor ekanki, ayol kishi ilm olib kim ham bo'lardi degan savol bor ekan. Siz bunga qanaqa qaraysiz? To'g'risi shunaqa menga kimdir shunaqa savol bersa, to'g'risi juda ham o'sha menga savol bergan odam juda ham yomon ko'rib ketaman. Chunki aytganimdek, ayol kishisiz jamiyatda tasavvur qilib bo'lmaydi deb o'ylayman. Ayol kishini ilmli bo'lishi juda ham muhim. Chunki jamiyatimizda ba'zi bir sohalar erkaklarga tegishli bo'lsa, ya'ni erkaklar doirasida keng tarqalgan bo'lsa, ba'zi bir sohalar ayollar doirasida keng tarqalgan. Ya'ni ayol kishini ilm olishi nafaqat ilm, balki dunyoviy, diniy farqi yo'q. Bilimi bo'lishi juda ham muhim. Yana jamiyatimizda keng tarqalgan savollardan bittasi, ayol ilmli bo'lmasa, eng katta zarar kimga yetadi? Butun dunyoga yetadi. Butun dunyoga zarar tegadi. Johil ayol oilani buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Oila buzildi, oila parchalandi, dunyo parchalandi degan. Agar ayol ilmli bo'lmasa, farzandiga ziyon yetadi, avvalambor. Ya'ni farzandiga qanaqa ziyon yetadi? Ayol ilmli bo'lmasa, farzand onasiga keladi, savol so'rab keladi. Aytaylik, savol so'rab kelganda, ona javobini bilmasa, Googledan yoki ChatGPTdan qaraydi. Va qaragandan keyin farzandda fikr paydo bo'ladi. Men ham o'qishim kerak emas ekan. Men ham katta bo'lganimda shu ChatGPT, Googledan qarab aytolmayman degan fikr paydo bo'ladi. Va o'shandan keyin shu fikr paydo bo'lgandan keyin keyingi safar onasiga murojaat qilishdan oldin, ya'ni onasidan savol so'rashdan oldin, u o'zi internetdan qarab qo'ya qoladi. Ya'ni unda shunaqa tasvir paydo bo'lib qoladi. Onam hech narsa bilmas ekan, men ham qidirib ko'rsam bo'lar ekan. Hammasi o'rganmasam bo'lar ekan. Hammasi javob bor ekan hali. O'zim o'qishim shart emas ekan degan fikr paydo bo'lib qolishi mumkin. Lekin to'g'ri yoki noto'g'riligini farqiga bora olmaydi. Ha, shunaqa. Fikrlar uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Yakunlaymiz. Rahmat ustoz. Rahmat sizlarga ham.